Madam Speaker, I move that the House suspend the rules and pass H.R. 6210, the Uyghur Forced Labor Prevention Act, as amended. The clerk will report the title of the bill. H.R. 6210, a bill ensuring that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States market and for other purposes. Uyghur diyarındaki mecburi emgek meselesi yakından bu yan Amerika hükümetinin güçlük tanqidiga uçurab kelgan idi. 22 sentabr günü tushdan keyin Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlardagi mejburiy emgakni cheklash qonun loyihasi Amerika Avam palatasidan 3 ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun loyihasi Kengash palatasidan ma'qullanib, rasmiy qonunga aylansa, Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan har qanday mahsuloti majburiy emgakka chetishlik emasligini isbotlab bergicha yetarli dalil isbotlar bo'lmagan ahvolda Amerika tamoshasida musodir qilingan. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin esa buning Uyghur da'vosidagi bir muhim g'alaba ekanligini ta'kidlash bilan birga, mazkur qonun loyihasining keyingi bosqichlardan o'ngishli o'tib ketishiga zo'r ishonch borligini, bu qonun loyihasining Xitoy hukumatı ijro qilayotgan Uyg'urlarni zamonaviy qullarga aylantirish harakatini cheklashda ijobiy rol o'ynaydiganligini bildirdi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti bu munosabat bilan Amerika Avam palatasining bu haqqoniy harakati uchun o'zlarining tashakkurini ifodaladi. Mazkur tashkilotning direktori Umar Qanot bu haqda so'z qilib, bu xabar dunyodagi Uyg'urlar uchun bir zo'r xush xabar bo'lg'isi dedi. Mazkur qonun loyihasini ovozga qo'yish ishiga yaqindan tirishchilik ko'rsatayotgan Amerika Davlat Majlisi a'zosi Christopher Simmons apandi bu haqda to'xtalib, navbatdagi ishlar shubhisizki Xi Jinping ijro qilayotgan bir maydon qirg'inchilikdir dedi. She was tortured simply for being an ethnic Uyghur and a Muslim in China. There are millions of stories like this waiting to be told, Madam Speaker. Nightmarish accounts of President Xi Jinping's genocide. And make no mistake about it, this is Xi Jinping's genocide. Bundan ilgari Uyghur kishilik huquq siyosiy qonuni Amerika Avam va Kengash palatalarining mutlaq ustun ovozi bilan ma'qullashi hamda Amerika prezidenti Donald Trumpning imzo qo'yishi bilan Amerika hukumatı e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi tunji qonun bo'lib qolgan edi. Navada Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi o'ngishli holda rasmiy qonunga aylansa, Amerika hukumatı e'lon qilgan bu vaqtdagi ikkinchi qonun bo'lib qoladi ekan.